O'zbekiston Respublikasida qurol ishlab chiqarish mumkinmi? Mumkin. Ustavni siz o'zingiz qilasizmi yoki sizga shablonni o'sha yerda bergan narsani qabul qilasizmi? U sizniki. Davlat xizmatlar markazi berayotgan shablonda faoliyat turlarining hammasi yozilgan. Siz bitta ikkitasini faoliyatni asosiy shug'ullanadigan degan narsangizda oling va o'sha yerda ustavni yozing. Masalan, aytaylik, o'sha chakana savdo bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, oziq-ovqat va noziq-ovqat aholiga sotish bilan shug'ullanadi, yo bo'lmasa umumiy ovqatlanish korxonasi biror oshxona ochadi deb yozyapsiz-da va 3-qatorni yozyapsiz. O'zbekiston Respublikasi ruxsat bergan barcha faoliyat turlari bilan shug'ullanadi. Agar litsenziya ruxsatnomalar talab qilinsa, o'sha ruxsatnoma litsenziya olgandan keyin shug'ullanishi mumkin deb aytasiz. O'zbekiston Respublikasida qurol ishlab chiqarish mumkinmi? Mumkin. Agar litsenziyangiz bo'lsa, oling, qurol ishlab chiqaring. Qonunchilik ruxsat beryaptimi? Ruxsatnomani, litsenziyani olish kerak. Olgandan keyin shu ish bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Siz kino olmoqchimisiz va boshqa faoliyatga ishda kino yotibdi. Kino bilan shug'ullanish uchun siz litsenziya olishingiz kerak. Oldin litsenziyani olasiz, kinoni ishlab chiqarishingiz mumkin. Va boshqalar desangiz, agar 30 yil ishlaydimi korxonasi, 100 yil ishlaydimi, 100 yildan keyin qanaqa yangi faoliyat ochilsa agar, o'sha va boshqalarning ishiga hammasi kirib ketaveradi-da.